Assalomu alaykum. Bugun gerpes viruslar haqida gaplashamiz. Gerpes viruslar 4 infeksiya guruhiga mansub viruslar hisoblanadi. Gerpes viruslarni 8 ta turi bor. Gerpes virus birinchi turi beldan tepaga toshadi. Unda biz bilishimiz mumkin, uchuq chiqishi mumkin. U uchuq qachon chiqadi? Shamollagandan keyin yoki qo'rqib ketganda, stress holatida uchuq toshishi mumkin. Gerpes ikkinchi turi bu shu uchuqlar beldan pastki sohaga toshadi, ya'ni genital gerpes deymiz. Gerpes uchinchi turi bor. Gerpes virusi uchinchi turi suvchechak chaqiradi. Suvchechak bilan bola kasal bo'lgandan keyin bola to'liq tuzaladi, lekin virus tanamizda qolib ketadi va immunitet tushib ketgan holatda va bir necha yildan keyin tanaga toshma toshishi mumkin va u juda ham og'riqli bo'ladi. Davolash ham uni qiyin. Gerpes 4-turi Epstein-Barr virus, gerpes 5-turi sitomegalovirus va gerpes 6-turi gerpes virus 6 deb aytiladi. Bu viruslar ham organizmda saqlab qoladi va ko'p bemorlar keladi. Qarang, bolamda 4 infeksiya aniqlandi, uni davolash kerak deb murojaat qilishadi. Qondagi analizga qarab, antitiyelani aniqlab, immunoglobulin G ga qarab gerpes viruslarni, ya'ni sitomegalovirus, Epstein-Barr virusi davolash kerak emas. U viruslarni davolash uchun PCR analiz topshirish kerak. PCR qondan topshiriladi va PCRni 4, 5, 6 turdagi virusni aniqlashimiz mumkin. Ya'ni Epstein-Barr, sitomegalovirus va gerpes virus. Qolgan holatlarda bu sitomegalovirusni davolash kerak emas. Epstein-Barr virusi bu gerpes virusi 4-turi hisoblanadi. Epstein-Barr ham xavfli hisoblanadi. Odamda Epstein-Barr limfoproliferativ kasallik chaqiradi. Bu miya limfomasi bo'lishi mumkin yoki leykoz, oq qon kasalligi. Bu virus qonda aniqlanishi kerak emas. Sitomegalovirus ham xavfli hisoblanadi. U uzoq muddatli isitma chaqirishi mumkin. Epstein-Barr virus infeksion mononukleoz chaqiradi agar o'tkir holatda kuzatilsa. Bu xavfli kasallik hisoblanadi va uni albatta shifoxona sharoitida davolash kerak. Va u surunkali formaga o'tadi, bizani limfa bezlarimizda saqlanadi. Sitomegalovirus ham organizmda saqlanib qoladi. Immunitet tushgan paytda sitomegalovirus ko'p o'zgarishlar chaqirishi mumkin. Gerpes 6-turi bolalikda yuqadi va bizani tanamizda umrbod saqlanib qolar ekan. Olimlar tadqiqotlar o'tkazganda shu isitmalagan bolalarda sudurga tutqanoq rivojlansa, o'sha bolalarni tekshirishganda ko'p bolalarda shu gerpes 6-turi aniqlangan va 6-turi ham meningoensefalit chaqirishi mumkin. Gerpes 7-turi hali aniq emas nima kasalliklar chaqirishi mumkin va gerpes 8-turi bilamiz sarkoma kaposhi chaqiradi. Bu terining va ichki a'zolarning saratoni. Bu gerpeslarni aniqlash yo'li har xil bo'ladi. Masalan, gerpesning 1, 2, 3-turini PCR analiz bilan qonda aniqlab bo'lmaydi. Lekin 4, 5, 6-turini qonda PCR usulida aniqlashimiz mumkin. Hamma gerpeslarni biza IFA usulida qonda u viruslarga qarshi antitanachani aniqlashimiz mumkin. Hozirgi kunda ko'p bemorlar shu antitanachani aniqlab murojaat qilishyapti va davo yozib berishni talab qilishadi. Antitanachalarga qarab bemori davolab bo'lmaydi. Nima uchun? Antitanacha umrbod bizada qonimizda bo'lib turadi va bu nimadan dalolat? Bizani organizmda shu viruslar borligi. Lekin u virus latent holatda uxlab yotibdimi yoki aktivlashib qonga chiqdimi? U aktivlashib qonga chiqadigan bo'lsa, kasallik chaqirishi mumkin. Uxlab yotgan latent, ya'ni latent formasi deymiz, shunaqa holatda bo'lsa, kasallik chaqirmaydi. Shuning uchun gerpes 4, 5, 6-turini PCR usulida viruslarning miqdorini sanab turib, o'shanda virusga qarshi terapiya berishimiz mumkin.
konsultatsiyaga kelishadi. Mana shu virusga davolanyapmiz deydi. Yoki mana bitta bemorim bor, o'zi shifokor, terapevt. Nabirasi kasal bo'lganda isitmasi tushmagan. Epstein-Barr aniqlangan, qanaqa qilib aniqlashgan, men uni bilmayman. Va bolaga valganciclovir degan preparat berishgan. Valganciclovir degan preparat u arfan guruhiga juda ham kam ishlatiladigan dorilar guruhiga kiradi. Chunki u bizani genlarimiz mutatsiyasini chaqiradi. U mutatsiya chaqirilgandan keyin saraton kasalligi rivojlanishi xavfi yuqori. Va u preparat o'g'il bolalarda bepushtlik chaqirar ekan. Azospermiya holatini. U azospermiya vaqtinchalik bo'ladimi yoki umrbod saqlanadimi bolada, uni hech kim aytolmas ekan. Shuning uchun u preparatlarni, virusga qarshi preparatlarni qo'llashi uchun bilim ko'p bo'lishi kerak. Emasmi? Har bir preparatda o'zini qo'llaydigan holati bor va qo'llashga qarshi bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Afsuski, hozirgi kunda bemorlarga, ayniqsa bolalarga shu juda ham kam holatda ishlaydigan preparatlarni buyurish bu noto'g'ri praktika deb hisoblayman. U preparatni infeksionist bilan maslahatlashib buyurish kerak. Chunki u arfan guruhiga kiradi. Arfan guruhi degani juda ham kam holatda komission buyuriladigan preparat. Lekin shunaqa preparatlar borki, uni pediatr ham terapevt ham buyurishi mumkin. U xavfsiz. Bizani genlarimizda hech qanaqa mutatsiya chaqirmaydi va kelajakda hech qanaqa saraton kasallik chaqirish xavfi ham yo'q. U grippga qarshi to'g'ridan to'g'ri ishlatiladigan preparat. Atsiklavir ham hisoblanadi. U og'ir asoratlar chaqirmaydi. O'zidan keyin hech qanaqa o'zgarish qoldirmaydi organizmda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.